2026-yil 1-sentyabrdan boshlab Bruto shartnoma asosida faoliyat yuritayotgan barcha shahar avtobuslarida to'lov qoidalari qat'iylashadi. Yangi tartibga ko'ra yo'lovchilar avtobusga chiqishi bilan yo'l kira haqini to'lashlari shart bo'ladi. Shu o'rinda Bruto shartnomasi haqida. Mazkur mexanizm yo'lovchi ko'p bo'lsa ko'p, kam bo'lsa kam daromad tamoyilidan farq qiladi. Tashuvchiga tushum yo'lovchilardan tushgan pulga emas, shartnomada belgilangan tarif va transport xizmatining hajmiga qarab davlat yoki buyurtmachi tomonidan to'lanadi. Endi yo'l kira haqini avtobusdan tushayotganda to'layman deyish yo'q. Jamoat transportiga chiqdingizmi, to'laysiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 3-iyundagi qaroriga asosan 2026-yilning 1-sentyabridan boshlab yo'lovchilar shu avtobusga bevosita chiqqanda yo'l haqini to'lashlari bo'yicha tartib joriy qilinyapti. Shu avtobusga chiqqanlardan keyin agar yo'l haqini to'lamasalar, ular chiptasiz yurgan yo'lovchi sifatida qayd etilib, ularga nisbatan nazoratchilar tomonidan Ma'muriy javobgarlik kodeksining 144-moddasi 5-qismiga asosan jarima jazosi qo'llanilishi belgilangan. Mazkur holatni aniqlash uchun har bir nazoratchida maxsus planshetlar mavjud. Shu maxsus planshetlar yordamida yo'l haqini amalga oshirgan kartochkalari yoki bank kartochkalarini ushbu planshetga tekkizish orqali ularni to'lovi amalga oshirganligi yoki amalga oshirilmaganligi aniqlanadi. 2026-yilda o'tgan 7 oy mobaynida 82 mingdan ortiq yo'lovchilar yo'l haqini to'lamaganliklari aniqlangan. Ushbu huquqbuzarlardan 2 milliarddan ziyod jarima pullari undirilgan. Yo'l kira haqi transport yoki ijtimoiy kartani validatorga tekizish, shuningdek bank kartasi, smartfon va boshqa kontaktsiz to'lov vositalari orqali to'lanadi. Agar yo'lovchi avtobusga chiqish vaqtida yo'l kira haqini to'lamasa yoki imtiyozga ega ekanini tasdiqlamasa, u chiptasiz harakatlanayotgan deb hisoblanadi va bu jarimaga sabab bo'lishi mumkin. Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 3-iyundagi 276-sonli qarorida tegishli idoralarga shu chiptasiz yurganlik uchun jarima jazosini kuchaytirish bo'yicha taklif berish vazifasi yuklatilgan. Bugungi kunda shu tegishli takliflar ishlab chiqilib, Qonunchilik palatasiga kiritilgan. Takliflar shundan iboratki, birinchi marotaba yo'l haqini to'lamaganlar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2dan 1 qismi, ya'ni bu 1-sentyabrdan 220 ming takroran sodir etilsa, bu 1 baravari, ya'ni 440 ming so'm gacha jarima jazosi belgilanmoqda. Bundan asosiy maqsad yo'l haqi tushumini to'liqligini ta'minlash, avtobuslarning ishini shaffofligini oshirish, yana bir eng asosiy jihati har bir bekat va har bir vaqt kesimida yo'lovchilarning tushib chiqishini aniq belgilagan holda uni tahliliga asosan jamoat transport ishini aniq rejalashtirish va shu yo'nalishlar ishini muvofiqlashtirish imkonini beradi. Asosiy maqsad yo'l kira to'lovini aniq hisobga olish, naqd pulga bog'liqlikni kamaytirish va jamoat transportida elektron to'lov madaniyatini kuchaytirishdan iborat. Avtobusga chiqqanda ko'pchilik to'lamay tushib ketadi. To'lab qo'ysin, yuraversin. Chet eldan misol shunaqa inspektorlar ham ovora bo'lmaydi. Men chiqayotganda urgan ma'qulroq deb o'ylayman. Baribir urlari chiqqanda ham tushganda ham. Haydovchiga ham qulay kutib turadi, kartasini urishini kutib tushayotganda, chiqqanda bemalol vaqti bo'ladi. Avtobusga chiqqan har bir yo'lovchi yo'l haqini to'lash o'z vaqtida amalga oshirish mas'uliyatini ham his qilishi kerak. Bu borada jamoatchilikning munosabati ham muhim. Chunki yo'l kira haqini to'lamaslik jamiyatimizda shakllangan halollik, mas'uliyat va bir-birini hurmat qilish kabi qadriyatlarga ham mos kelmaydi.